o'qib beraman. Erkak kishidan сообщение keldi. Tasavvur qilinglar, erkak kishidan. Lekin keliningiz juda terlaydilar. Assalomu alaykum azizlarim, barchangizga xayrli kun. Biz kunlarimizni boshlab oldik, lekin kelishim bilan sizlarga bitta narsa haqida gapirib o'tmoqchiman. Ertalabdan bugun ajoyib SMS oldim. Shuni sizlarga o'qib bermoqchiman va o'ylaymanki, bu muammo juda ham ko'pchilikni bezovta qiladi. O'shaning uchun o'qib beraman. Erkak kishidan сообщение keldi. Tasavvur qilinglar, erkak kishidan. Assalomu alaykum opa, men erkak kishiman. Bilaman siz erkaklarni umuman ko'rmas ekansiz, blok qilar ekansiz. Bu to'g'ri. Lekin men ayolim uchun iltimos bilan yozyapman. 1 yil bo'ldi to'yimizga, keliningizni juda yaxshi ko'raman, mashalloh. Lekin keliningiz juda terlaydilar. Sizda shunga davo bor deb eshitdim. Bir amallab sizga yuz chizkasiga yuborsam, shu orada gapirib shu ukol haqida eslatma berib o'ting. Zora undab qolsa, dilini og'ritmaydi, o'ziga gapira olmayapman. Lekin o'zi sezmaydi. Menga sezilyapti. Iltimos yordam qiling. Lekin kosmetologga borishni xohlamaydi. Yuzida ham muammosi bor aslida. Shunga bir amallab rozi qilarman. Lekin terlashini gapirib, dilini og'ritib qo'ymay deyman. Umidim sizdan. Hamma kosmetologlar orasida sizni tanladim, chunki ishonaman siz noto'g'ri va keraksiz narsani qilmaysiz, opa. Demak, nima demoqchiman? Men bu insonni ommaga chiqarish emas maqsadim, lekin o'ylaymanki va bilamanki, bunaqa holatlar juda ham ko'p. Ko'p holatlarda ayol kishilar terlaydi, bilasizlar. Juda ham yomon hidlar chiqadi badandan va bu narsani erkak kishi ayoliga ayta olmaydi. Mana shu holatda ham shunaqa, ya'ni xafa qilib qo'ymaslik uchun o'ylaymanki, juda ham chiroyli yo'l tutganlar, faqat endi qanaqa olib keladilar, qanaqa keladilar u ayol bilmayman. Demoqchimanki, hurmatli ayollar, terlash muammosi bilaman juda ham ko'pchilikda bor. Hozirgi kunda buni har xil sabablari bor. Endokrinologik sabablari bor. Endokrinologga borish kerak. Masalan, shitovidniy sistemangizda buzilishlar bo'lsa, gormonal buzilishlar bo'lsa, terlashlar bo'ladi, lekin albatta buni yechimi ham kosmetologiyada bor, ya'ni gipergidroz. Gipergidrozga ukol qilamiz, bilasizlar. Buni har doim ham gapiravermayman, chunki kimga kerak bo'lsa o'zi bilib keladi, muolajani qilamiz. Bu muolajani hech qanaqa zarari yo'q, o'rtoqlar. Ha, albatta bu vaqtinchalik natija beradigan muolaja. Butkul yo'q qilib boradigan narsa xirurglarda bor deyishadi, uni surishtirib ko'rishinglarni tavsiya beraman. Qanaqadir xirurgicheskiy operatsion yo'llari bor ekan, butkul yo'q qiladigan. Lekin bizda bu narsaga ukol qilinadi va ukol sizga 3 oydan 6 oygacha o'sha terlashingizni kamaytiradi. Butkul albatta yo'q qilib bormaydi. Hidlanishini ham 80-90% gacha ba'zan yo'q qiladi. Demak, hurmatli ayollar, erkak kishi, ya'ni yoningizdagi o'sha juft halolingizga noqulaylik tug'dirmaslik uchun va qolaversa yon atrofingizdagilarga noqulaylik tug'dirmaslik uchun, ular esa sizga bu gapni ayta olmasdan qiynalib yurishgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ozgina o'zingizga quloq soling va sizni bu muammo qiynayotgan bo'lsa, marhamat kelib gipergidroz muolajasini olishingiz mumkin. Narxlar albatta shahar bo'yicha, bu haqda ham gapiraman, har xil. Kimdir 500 mingga ham qilayotgan ekan, $50, $60 ham, $100 ham qilishar ekan. Bitta narsani bilinglar, hech qachon narx osmondan olinmaydi. Arzon narsa o'z-o'zidan qimmatga qilinmaydi. Har bitta narx preparatdan kelib chiqadi. Shunaqa preparatlar bor. Endi to'g'risi u preparatlar haqida gapirishga ham odam qo'rqadi. Nafaqat organizmga zarar, balki bilmadim endi, juda ham побочный действиялari ko'p. Demak, yaxshi, sinalgan, sifatli, toza preparat, ya'ni halol preparatlar har doim qimmat bo'ladi, o'rtoqlar. Shuni bilinglar. Preparat bilan preparatning farqi bor. Anunda arzon, mamunda qimmat. U qimmatchi, bu arzon, o'shanga boraman deb organizmingizga zarar berib qo'ymanglar. Yana bitta narsa haqida gapirib o'tay. Bu hafta ham bir bo'lgan edi, gapirmaganman. Ayolini labi qurishi haqida gapirgan bitta erkak yozgan edi. Bizga ayolim juda ham labi quriydi, yorilib, qonab yotadi. Qanaqa ularga tushuntirishi bu narsani aytishi bilmayman. Shuni yo'li bormi? Anu lab kattalashtiradigan muolajalar shu narsani bartaraf qiladimi
deganlar. Lab kattalashtiradigan muolaja haqida men bir narsa deyolmayman, chunki qilmayman, lekin labdagi qurishish, yorilishlar albatta bu yoningizdagi o'sha jufti halolingizga тоже noqulaylik tug'diradi. Buni esa bizda lips kokteyl muolajalarimiz bilan bartaraf qilishingiz mumkin. Ya'ni vitaminlar asosida labga vitamin yuboriladi. Lab hech qanaqa ob'yomida kattalashmaydi, o'zgarmaydi. Filler, botoks emas bu o'rtoqlar, faqatgina yengil gialuronoviy kislota va vitaminlardan tashkil topgan kokteyl labga qilinadi. Labdagi qurishlar, yorilishlar, qonashlar va har xil kasalliklar bartaraf etiladi. Demak, eng ko'pchilikni qiynayotgan, lekin kam gapiriladigan muolajalar haqida gapirib o'tdim. Mana shu SMSim sabab o'ylaymanki, sizga foydali bo'ladi va sizni bu muammolar qiynayotgan bo'lsa, bizga mana shu pastdagi nomerlar orqali murojaat qiling, yoziling va kelib muolajalaringizni olib keting. Sog' salomat bo'linglar.